Janoza, og'ir judolik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. San'at arbobi Mansur Ravshanov vafot etdi. U Alpomish, boy ila xizmatchi, Maysaraning ishi, Alisher Navoiy, Parvona, Kelinlar qo'zg'oloni kabi spektakllarni sahnalashtirgan. O'zbekiston madaniyati va san'ati judolikka uchradi. Teatr san'ati davrasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Mansur Ravshanov 88 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Madaniyat vazirligi xabar berdi. Mansur Ravshanov 1937-yilda Qarshi shahrida tug'ilgan. Toshkent teatr va rassomchilik san'at institutini takomillashtirgan. Surxondaryo viloyati musiqali drama teatrida avval aktyor, keyinchalik rejissyor, bosh rejissyor bo'lib ishlagan. Surxondaryo viloyati Qo'g'irchoq teatrining vujudga kelishiga katta hissasini qo'shgan. Mansur Ravshanov Alpomish, boy illa xizmatchi, Maysaraning ishi, Jononga bordim bir kecha, Alisher Navoiy, Parvona, Kelinlar qo'zg'oloni, Alpomishning qaytishi kabi yuzlab spektakllarni sahnalashtirgan deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.